Amerika 22 noyabr havo boshqini echib etish kelishimidan rasmiy chekinib chiqqan bo'lib, Trampning taxtdan tushish oldidagi Amerika hukumatining bu harakati dunyoning diqqatini tortdi. İttifoqdoshlarni o'z ichiga olgan ko'plagan davlatlar Amerikaning bu harakatidan ayt umidsizlangan bo'lib, kelishimga a'zo bo'lmagan Xitoymi afsuslanganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Zhao Lijian 23 muxbirlar yig'inida Amerikaning bu harakati munosabatli davlatlar orasidagi harbiy ishonch va oshkorlikni buzib, aloqador rayonlarning bexatarligi va muqimligiga ziyon solib, xalqaro qurol kontrollik va harbiy hozirliklarni qisqartish musobaqasiga pasib ta'sir ko'rsatdi dedi. O yana Amerikaning Rossiya qatorliq ahdlashuvchi davlatlar va xalqaro jamiyatning samimiyatiga astoydil muomala qilib, dialog orqali ixtilofni tuzatishni umid qilganligini bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda hadisli kelishimdan chekinib chiqish bir cho'ng davlatda bo'lishga tegishli muomala va usul emas deb Amerikani tanqid qildi. Havo boshqini echib etish kelishimi zodi qanday kelishim? Xitoy kelishimga imzo qo'ymagan davlat to'liqlik nima uchun buningga ko'ngil bo'ladi? Havo boshqini echib etish kelishimi degan nima? 1992 yılı 24 martda imzalangan havo boshqini echib etish kelishimi har bir ahdlashuvchi davlat harbiy kuch va faoliyatga munosabatlik sonliq ma'lumotlarni to'plash uchun 72 soat burun qarshi tarafga uqtirib qo'yib, qarshi tarafning butun zaminida qurolsiz razvedkalik uchishni ko'rsatdi. Uchish vazifasini o'taydigan aeroplanga cho'qim zambirak, kurashchi aeroplan va Brunei qatorliq harbiy muassasalarni farqlantira oladigan senzor o'rnatilishi kerak. Garchi sun'iy hamrohga o'xshash Hatta texmi tafsili uçurlar bilan ta'minlayolsimi, ahdlashuvchi hamma davlatlarning sun'iy hamroh razvedka iqtidori yo'q. Bu kelishimning maqsadi ahdlashuvchi davlatlar orasida o'zaro uchish razvedka qilish, ahdlashuvchi davlatlar orasida ishonch va tunish hosil qilishdir. Bu kelishim 1955 yılı iyulda Amerika prezidenti Eisenhower Amerika bilan Sovet orasida qarshi tarafning zamin tavalliki osmonida razvedkalik uçishga ruxsat qilish taklifini o'tirib qo'yganda boshlangan. Moskva ayni vaqtda bu taklif josuslik uchun keng ko'lamda ishlatildi deb qarab rad qilgan edi. 1989 yılı mayda Amerika prezidenti George Bush bu taklifni qaytadan o'tirib qo'ygan bo'lib, Sovetning eng oliy rahbari Gorbachevning muomalasi azroq bo'shab, Amerika boshchiligidagi Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot davlatlari bilan Sovet boshchiligidagi Varshava shartnomasi davlatlari 1990 yılı fevralda buni tunji qayta muzokara qilgan. 1992 yılı 24 mart Rossiya Sovetning varisi qilg'uvchisi bo'lish sifatida har qaysi davlatlar bilan Finlandiya poytaxti Helsinkida havo boshqini echib etish kelishimini imzolagan. Gerçi Amerika, Angliya qatorliq Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot davlatlari va Baltiq dengizi davlatlarining parlamenti bu kelishimni aytib tezla ma'qullagan bo'lsa-mu, Rossiya davlat dumasi faqat Putin taxtga chiqqandan keyin ma'qullagan bo'lib, 2002 yılı 1 yanvardan tartib yo'l qo'yilgan. Bu kelishimga 34 davlat imzo qo'ygan bo'lib, bular Amerika, Rossiyadan boshqa yana Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada qatorliq Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot davlatlari, Baltiq dengizi davlatlari, sobiq Sovet ittifoqining ittifoqdosh jumhuriyatlari va Varshava shartnomasi davlatlari qatorliqlar. Havo boshqini echib etish kelishimining maqsadi va ahamiyati. Kelishimga asosan a'zo davlatlarning har yili belgilik miqdordagi razvedkani qabul qilish majburiyati bo'lib, bu razvedka normasi deb ataladi. Bu davlatlarning o'xshashlar razvedka qilguvchi davlatlarning o'xshash miqdorda razvedka qilish huquqi bo'ladi. Rossiya 2002 yılı avgustda tunji qaytimliq razvedkalik uchishni boshlagan bo'lib, Amerika 2002 yılı dekabrda boshlagan. 2002 yildan 2019 yilgacha bo'lgan oralikda har qaysi a'zo davlatlarning razvedkalik uchishi 1500 qaytimdan eshib ketgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Amerikadagi sun'iy hamroh razvedka texnikasi bo'lgan davlatga nisbatan aytganda, havo boshqini echib etish kelishimining simvollik ahamiyati amaliy ahamiyatidan cho'ng. Shundaq bo'lsa-mu, mayli sun'iy hamroh razvedka texnikasi bo'lsin, bo'lmasin, kelishimdagi ismi jismiga loyiq o'zaro razvedka qilish, maxfiy razvedka qilish keltirib chiqadigan jiddiylikdan saqlanib qolmasdan, yana har qaysi taraflarning harbiy oshkorligini ko'rsatib, dushmanlikni yo'qotib, xato hukmning oldini olib, harbiy to'qinishning xatirini azaytadi. Shu sababdan bu kelishim xalqaro harbiy hozirliklarni kontrol qilish ramkasi ichidagi muhim tashkiliy qism deb qaralib kelmoqda. Amerika nima uchun bu kelishimdan chekinib chiqdi? Amerika 2020 yılı 22 may rasmiy holda kelishimnomidagi har qaysi davlatlarga chekinib chiqish qarornomasini uqtirdi. Amerika davlat ishlari bayonot e'lon qilib mundaq deydi: Havo boshqini echib etish kelishimining a'zo davlati bo'lish Amerikaning manfaatiga uyg'un emas. Agar Rossiya taraf bu kelishimni qaytadan ijro qilmasa, Amerika 6 oydan keyin, ya'ni 22 noyabr bu kelishimni rasmiy chekinib chiqadi.
6 iyul Avstriya poytaxti Venada içilgan video yig'inida Amerika Davlat ishlari katibining davlat mudofaasi siyosatiga mas'ul muavin yordamchisi Thomas Dinano ifoda bildirib mundaq dedi. Amerika hukumatining bu qarori hargiz yeniklik qilganlik emas, balki boshqa kelishim tuzguvchi davlatlar bilan necha oyga so'zilgan keng ko'lamdagi fikrlashish, har taraflama o'ylashdan keyingi qaroridir. O yana Rossiyani kelishimdagi va'dalarga qayta xiloflik qilish bilan aybladi. Bular O'ttira musofirlik boshqariladigan bomba shartnomasi xiloflik qilish, Helsinki kelishimidagi va'dalarga xiloflik qilib, Gruziya va Ukrainaga tajovuz qilish, Yevropadagi odatdagi qurolli kuchlar shartnomasida belgilangan majburiyatlarni ado qilishni vaqt to'xtatganligini jakarlash, Vena kelishimini tanlab turib ijro qilish, Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ziminida ximiyali qurol ishlatish, saxta xabar tarqatish qatorliq muqimlikni buzdigan har xil faoliyatlar bilan shug'ullanish. Rossiya Amerikaning ayblashlarining hech qanday asosi yo'q deb rad qildi. Har ikki davlat o'z qarashlarini saqlab qoldi. Amerika Rossiyani Yevropa bexatarlik va harbiy hozirlik kontrol ramkasiga buzg'unchilik qilishda bevosita mas'uliyati bor deb tanqid qildi. Rossiya bo'lsa Amerikaning kelishimdan chekinishi Yevropaning bexatarligiga foydasiz bo'lib qolmasdan, Amerika o'zining va ittifoqdoshlarining bexatarligiga foydasiz deb tanqid qildi. Xitoy nimishqa bu ishga ko'ngil bo'ladi? Amerikaning bu kelishimdan chekinishi haqiqatanmi Yevropa davlatlarining jonijon manfaatiga chetiladigan bo'lib, Germaniya va Fransiyani o'z ichiga olgan ko'plagan Yevropa davlatlari intayin afsuslanganligini bildirdi. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi Amerika rasmiy chekingandan keyin bayonot berib, o'zining bu kelishimdagi va'dalarini davomli ado qilganligini isbotladi. Biroq Rossiya taraf agar Amerika qatnashmasa, bu kelishim davomli mavjud bo'lish mumkinchiligini yo'qotadi deb ifoda bildirdi. Angliya radio shirkatining mudofaa ishlari muxbiri Jonason Markus buni tahlil qilib mundaq deb qaradi. Trump hukumati havo bo'shqini echivitish kelishimidan voz kechganda, so'g'oq munosabatlar urushi davridagi oshkorligi intayin muhim deb qaralgan qurol kontrolli kelishimidan voz kechib qolmasdan, ko'plagan mutaxassislar hozirgacha Amerika uchun yangi g'oyat zo'r manfaati bor deb qarab kelgan bir kelishimdan voz kechdi. Amaliyotda Amerikaning kelishimdan chekingan vaqti butkul qurol kontrol sistemasi yemirilib, cho'ng davlatlar raqobatining yangi davri yetib kelgan vaqtga to'g'ri keldi. Bu kishini texmandishiga soladi. Halbuki cho'ng davlatlar raqobatining yangi davri ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch bo'lgan Xitoyni tabiiy o'z ichiga oladi. Xitoy hukumat taratquchisi Xitoy kundalik gazetiga e'lon qilgan bosh maqolada Amerikani tanqid qilib mundaq deb yozdi. Amerika o'zining butun dunyodagi harbiy ishlar hukmronligini qo'g'dab qilish uchun Amerikaning bu navbatlik hukumati dunyo tinchligini va bexatarlikka keltiradigan ziyni bilan kari bo'lmadi. Havo bo'shqini echivitish kelishimidan boshqa Amerika yana Iran yadro kelishimi va o'tir musofirlik boshqariladigan bomba shartnomasi qatorliq xalqaro qurol kontrollik ehtinomalardagi va'dalardan yuz o'rdi. Amaliyotda Amerika 2002 yili ballistik boshqariladigan bomba qarshi turish shartnomasidan chekinib chiqqan va yaqinda Iran yadro masalasi umum kelishimi, o'tir musofirlik boshqariladigan bomba shartnomasi va havo bo'shqini echivitish kelishimidan chekingandan keyin xalqaro qurol kontrol qilish qatlamida Rossiya bilan texnik inovatlik muddati bo'lgan yadro qurollarni cheklash shartnomasidan eng oxirida faqat strategiyalik qurollarni kamaytirish yangi shartnomasi qoldi. Bu shartnomaning muddati kelar yili fevralda to'shidi. Ammo Amerika agar Xitoy shartnoma qo'shilmasa, bu shartnomani uzartishning ahamiyati yo'q deb davomli chaqirmoqda. Buningga qarata Xitoy omilini tilga ilish orqali xalqaroning diqqatini burdi. Strategiyalik qurollarni kamaytirish yangi shartnomasidan chekinish uchun bahona izlayotdi deb tanqid qildi. Bu yil iyulda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi qurol kontrol bo'limining mudiri Fusong xalqaro ko'plagan organlarning sonlarini naql qilib mundaq dedi. Amerikada hozir taxminan 5800 dona yadro o'q beshi bor bo'lib, bu Xitoydagi yadro o'q beshining taxminan 20 hassasiga barobar keladi. Agar Amerika yadro qurol ambirini Xitoyning saviyasiga kamaytsa, Xitoy Amerika Rossiya suhbatiga qatnashishni xohlaydi. Amaliyotda biz buning mumkin emasligini bilamiz. Yevropa ittifoqining noyabrda ichilgan qurollarni kontrol qilish, kengaytirishning oldini olish tadqiqot yig'inida Fusong Amerikani yana cho'ng davlatlar orasidagi o'zaro sizgilnashni qabul qilmay, darajadan tashqari hukmronlikdagi bir qutblik dunyo barpo qilishni ko'zladi deb tanqid qilib, xalqaro qurollarni kontrol qilish va harbiy hozirliklarni qisqartirish musofasining qiyin ahvolga qilishning tub sababi Amerika deb ko'rsatdi. Xalqaro fikrlar Amerika bu yil mayda havo bo'shqini echivitish kelishimidan chekinadiganligini e'lon qilgandan buyon bu masala davomli xalqaro taratquchilarning diqqatini tortib kelgan edi.
Singapur Birleşme Etegenlik geziti mayda baş maqal e'lon qilib, yangi bir navbat yadro qurollari hozirlik musobaqasidan butun yer sharni ogohlantirgan hamda Amerika bilan Xitoy orasidagi raqobatning harbiy ishlarga kengayganligini ogohlantirgan edi. Birleşme Agentlik Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikani tanqid qilgan vaqtdagi tanqid qiluvchining fikrlarini naql keltirib mundaq dedi. Beijing boshqa asosiy davlatlarni qurollarni kontrol qilish kelishimi tuzishga da'vat qilish bilan bir vaqtda o'tir musofirlik boshqarilgan bomba shartnomasini o'z ichiga olgan mushu xildagi har qanday o'rinlashtirishlar qatnashishni rad qilib kelmoqda. Xitoy Rossiya bilan Amerikaning bir-biriga qurgan cheklamalar orqali o'zining bexatarligiga kafolatlik qilmoqda. Shundaqla o'tir musofirlik boshqarilgan bomba qatorli qurollarni cheklamasiz holda taraqqiy qildirmoqda. Tayvan, Hindiston chegarasi, Janubiy dengiz va Osiyoning boshqa qiziq nuqta rayonlarida to'qinish yuz berayotgan ahvol ostida harbiy iqtidorni kuchaytirmoqda. Diplomat jurnalidagi bir maqolada burun Trump hukumati strategiyalik qurollarni kamaytirish yangi shartnomasiga Xitoyni qo'shishni talab qilgan edi. Ko'plagan analizchilar Amerika va Rossiya yadro qurol ombirining ko'lami bilan Xitoyning yadro qurol ombirining ko'lamidagi zo'r farqni ko'zda tutib, uch tarafning yangi shartnoma taklifi amalga oshmaydi deb qaragan deb yozilgan. Wall Street jurnali Trump hukumatining havo boshqini ichib etish kelishimidan chekinib chiqqanligini xabar qilgandan sirt, Amerika hukumatining bu kelishimda ishlatgan razvedka aeroplanlarini vayron qilib etmoqchi ekanligini. Bundaq bo'lganda, yangi prezident vazifaga o'ltirib, bu kelishimga qayta kirish maqsadi bo'lsa-mu, ijro qilish qiyinchiligining cho'ng bo'lganligini oshkorlagan. Rossiya xabar gazeti mutaxassislarning farzini naql qilib, agar Rossiya bu kelishimdan chekinib chiqsa, undaqda faqat Yevropa davlatlari va Kanadalar kelishimda qoladi. Halbuki bu davlatlar bir-birining harbiy faoliyatlarini kuzatishga qiziqmaydi. Biroq hozir bu kelishimni dafna qilib etishga sal baldirlik qiladi. Ehtilash kuchi davlatlarning boshqa amal chorasi bo'lmasa, undaqda avval qo'lidagi masalasini bir taraf qilsin deb xabar berdi.